Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Avtori Bayroqtar Bayroqli. Tadbiriyay nashriyoti. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 6-qism. 2-paragraf 3-tema. Qur'on ayollar huquqi sohasida qonuniy xarakterlik inqilobni borliq keltirdi. Xalqaro kishilik huquq xitobnomasining 1-moddasida qadr-qimmat uqumiga o'rin berilgan bo'lib, insonlar hurlik, qadr-qimmat va haq huquqda barobar deb ta'kidlangan. Xitobnoma e'lon qilinishidan necha asr ilgari, ya'ni insonlar o'tir asrda yashayotgan mezgildala, Qur'on ayollarning iffat hurmatini qo'g'dashni qonuniy asosga ega qilgan. Ayollar huquqidagi eng muhim haq va kurash ayollarning izzat hurmatini qo'g'dash bo'lib, Alloh Nur surasining 4-oyatida ayollarning haq huquqini qonuniy asosga ega qilib, bu haq huquqning daxli ta'russiz ekanligini e'lon qilgan. Bu oyat tuvandikicha: Iffatlik ayollarga tuhmat qilgan, buning rostligiga adil 4 guvohchi keltira olmagan kishilarni 80 dara uringlar. Ularning guvohligini hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Nur surasi 4-oyat. Bu oyatdagi muhim hukmlarni tahlil qilish foydali albatta. Muhsonat hukmi iffatlik ayollar degan ma'noni bildirdi. Hammaga qodir Alloh bu hukmni ishiltib, tuhmatning ko'pincha jinsiy munosabat nuqsidan bo'lganligini ko'rsatib o'tgan. Birinchi, 4 guvohchi talab qilinadi. İffetlik ayolga zina bilan tuhmat qilish uning izzat hurmatiga ziyon yetkazganlik hamda uning shon sharifi bilan o'ynashganlik bo'ladi. Hammaga qodir Alloh birovning izzat hurmati bilan o'ynashning cho'ng gunoh ekanligini oyatda qonuniy nuqtadan o'ttirib qo'ygan. Qur'onda har qanday qonuniy kuchga ega kelishim uchun 4 guvohchi talab qilinmagan bo'lib, faqat zina bilan qilingan tuhmat uchunla 4 guvohchi keltirish talab qilingan. Bu ahvol Qur'onning ayollarning shon sharifiga bergan ahamiyatini namoyon qiladi. Bu ham bizga ayolning tovar emasligini aniq ko'rsatib berdi. Shunlashqa uning shon sharifiga dog' tushirish 2 guvohchi orqali amalga oshmaydi. Bu orqali Qur'on qonuniy jihatdan 2 shohid va 4 guvohchi bo'lishni borliq keltirgan. Ikkinchi, jazo beriladi. 4 guvohchi keltirilmaydiganlarga qo'llanadigan ikkinchi qonuniy tadbir bo'lsa, jazoning ijro qilinishi bo'lib, ayolning izzat hurmatiga dog' tushirmoqchi bo'lganlar uchun 80 dara urish jazosi beriladi. Zinaxo'rga 100 dara, tuhmat qiluvchiga 80 dara paloq jazosi berildi. Demak, ayolga tuhmat qilgan kishiga zinaxo'rga beriladigan jazo bilan barobar kelgudek jazo beriladi. Uchinchi, guvohchi shohid bo'lish huquqidan mahrum qoldiriladi. 80 dara urush jazosi ayolning shon sharifi bilan o'ynashishga barobar keladigan jazo emas bo'lg'ashqa, tuhmat qiluvchining shohid bo'lish huquqi mangu qabul qilinmasligi kerak. Yuqorqilardan buningdan 14 asr ilgarila ayollarning huquqini qo'g'dash asosining qanday barpo qilinganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ayolga zina bilan tuhmat chaplagan, shundaqla uni isbotlay olmagan kishi shohid bo'lish huquqidan mahrum qoldiriladigan bo'lib, u kishi hech qanday shartnoma yoki sud delolarida guvohlik bera olmaydi. 4-chi, fosiq deb e'lon qilinadi. Allohning nazarida yuqorida tilg'ilingan jazolarmi yanada yetarli emas bo'lib, Alloh u kishini fosiq deb atagan. Fosiq hukmi to'g'ri yo'ldan yiroqlashish, gunoh sodir qilish, zina qilish degan ma'noni bildirdi. Bu Qur'onning ayollarni qanchalik qadrlaydiganligini yana bir qatim isbotlaydi. 4 guvohchi keltirishni talab qilish, ularni ilib kelolmaganlarga 80 dara urish, ularni guvohchi bo'lib salohiyatidan umroyat mahrum qoldirish va ularni gunohkor deb qarash ayolning shon sharafini qo'g'dash uchun silingan mustahkam qo'rg'on bo'lib hisoblanadi. Bu hukmlar bilan Qur'on ayolni bir ashyo tovar qarashdan qutuldirib, uningga insoniy izzat hurmat baxsh etgan. Qur'on ayollarning haq huquqi sohasida qonuniy xarakterlik bir inqilobni ilib berish orqali zulmga uchirgan, chetga qiqilgan, xorlangan va inson sifatida qabul qilinmagan ayolning oliy martabaga loyiq ekanligini butun dunyoga jakarlagan. Islom hukmining haqiqiy ma'nosi tinchlik bo'lib, islom ayollar o'rtasidagi tinchlikni barpo qilganligi uchun dinmu bu ism bilan atalgan. Acaba ayollarning izzat hurmati, shon sharifi va qadr qimmatini asliga keltirishdimi muhim inqilob bo'lamdi? Hazrati Maryammu zina tuhmatiga uchragan edi. Uning haq huquqini qo'g'daydigan qonun bo'lmag'achqa, uning izzat hurmati va shon sharifini texi tili chiqmagan o'g'li Hazrati Isa bo'shikda yetib turib gap qilish orqali qo'g'dab qolgan edi.
5. Hazrat İsa mo'jizasi. Maryam bovoqni ko'tarib xalqning oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan yerginishlik ish qilding. Ey Harunning hamshirisi, sening otang eski odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan ippatsiz ayol emas edi-ku." Maryam bovoqni ko'rsatdi. Ular: "Beshikdagi bovoq bilan biz qandoq so'zlashimiz?" deyishdi. Bovoq: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. U menga kitobni berdi va meni nabiylardan qildi", dedi. Maryam surasi 27-dan 30-oyatlargacha. Hazrat İsa büştiki vaqtida söz qilish orqali onasining iffat nomusini qo'g'dab, onasiga chaplangan töhmatga xotim bergaydi. Qur'on töhmatdan qutulishni mo'jiza sohasidan uni qonuniy sohaga elib kirdi. Shunday qilib ayollarning izzat hurmatini qo'g'dashdagi mo'jizalar davri oxirlashib, qonun davri boshlandi. Shundaqla Hazrati Maryam vaqasidagi mo'jiza birlik qitimli xotis uchun bo'lgaydi. Halbuki Qur'on töhmatni qonun sohasiga elib kirish orqali uni universallikka ega qildi. Amaliyotda ayollarning izzat hurmatini qo'g'dash ham mo'jizaning yuz berishiga, ham qonunning turg'izilishiga arziydigan vazni og'ir mas'ul qator hisoblanadi. U vaqtda Hazrati Oyishaga qilingan töhmatni Hazrati Oyishaning o'zi va payg'ambar alayhissalom hal qila olmaydi. Töhmat, ya'ni ayollarning shon sharifi bilan o'ynashi shunchalik yerginishlik ish bo'lg'ashqa, u ilib kelgan buzg'unchilikni faqat hammaga qodir Allohla vahiy orqali bartaraf qilgan edi. Natijada bu vahiy ayollarning haq-huquqini qonuniy asosga ega qildi. 4-tema Qur'on ayollarning haq-huquqini qo'g'daydi. Yer yuzida kishilar o'rtasidagi munosabatning yiriklashishi, kishilik huquqning dafsan qilinishi va zulmning kuchayishi qatorliq omillar Qur'onning nozil bo'lishiga sabablardan hisoblandi. Qur'ondagi oyatlar yiriklashgan kishilik munosabatini tapunlashtirish va kishilik huquqni gavlantirishni maqsad qiladi. Hammaga qodir Alloh kishilarga hech qanday bir hukmni tangmaydi. U avatgan Qur'on oyatlari va ilgari samoviy kitoblar nozil qilingandila kishilarning baxsh saodatini amalga oshirishni maqsad qilgan bo'lib, Alloh insonning mohiyatini, ehtiyojini va turli masalalarini nazarda tutgan asosda oyatlarni tushirgan. Qur'on kelgan mezgilda yer yuzidagi ayollar zulm uchrayotgan va xo'rinayotgan bo'lib, ularga qadr-qimmati yo'q maxluq sifatida muomala qilingan edi. Ayollarga qilingan bu zulmlarning mazlum faryodi arishga yuksilib, ulug' Alloh ayollarning insonlar orasidagi o'rnining muhimligini belgilaydigan oyatlarni tushirgan edi. Ayollarga qilingan zulm asosligi ikki xil xato qarash va aqidani asos qilgan edi. Birinchi, ayolning erning qo'rg'isidan yoritilganligi to'g'risidagi qarash. Tunji ayol Odam alayhissalomning qo'rg'isidan yoritilgan. Qo'vrug' so'ngining eng muhim alayligining biri uni agri bo'lishi bo'lib, agri so'ngakdan yoritilgan ayolning xarakterimi agri bo'ladi. Agar sizlar agri bo'lgan ayolning mijozini tuzlashga urinsanglar, uni sundirib qo'ysizlar. Bu temadagi hadis uchun Buxoriy Nikoh 79-80 hadislarga qarang. Bu xato ideya islom dunyosining kitoblarida hali ham mavjud bo'lib, bu zolim fikr tarixda ayollar qilingan zulmning asosini tashkil qiladi. Amaliyotda xato qarashning manbasi bo'lgan bu qarash Tavrotning yoritilish kitobining 2-bobida o'rin olgan bo'lib, Qur'onda bunday oyat yo'q. Kunimizda mavjud bo'lgan Tavrotning yoritilish kitobining 2-bobining 20 va 23-jumlalari orasida bu masala tuvanlikdek tushuntirilgan. Havo ana odamga loyiq yordamchi sifatida yoritilgan. Allah Hazreti Adamga qattiq uyqu ato qildi. Odam uyquga g'arq bo'lganda Allah uning bir qovurg'isini ilib, uni go'sht bilan yopdi. Shunday qilib, Allah Hazreti Adamdan olgan bu so'ngakni ayol shakli kirgizdi. Ayolni erning yiniga ilib bordi. Odam: "Bu so'ngak mening so'ngakimdan, bu go'sht mening tinimdan", dedi. U erdan ilinganlik uchun ayol deb ataladi. Shunlashqa er kishi ota-onasini tashlab ayoliga chaplashidi. Natijada ular bir butun bo'ladi. Bu ifodalar Qur'onda topilmaydigan bo'lib, Tavrot madaniyatining islom dunyosiga tarqalishi natijasida bu xil tushuncha azvaylab, jonlanib keng tarqalgan. Bu to'g'rida bir hadisni bayon qilingan. Buxoriyning Nikoh kitobining 79 va 80 hadislari nazarga ilinsa, Havoni, ya'ni ayolni Hazrati Odamning qo'vrig'i so'ngidan yoritilgan deb yakun chiqariladi.
Hadisda dil uqmi tilga ilingan. Ulamolar bu uqumni agrilik deb tarjim qiladi. Abu Muslim bu uqum psixiki jihatda muloyimlik va nozuklikni, ya'ni hissiyotchanlikni ifodalaydi degan. Erning qovurg'isidan yaratilgan ayol agri bo'ladi-yu, agri so'ngaki ega bo'lgan erlar qandoqmi tuz bo'ladi? Tevratdagi oyatlar va hadisning ma'nisini gumonlanmaydiganlar bu xatolikni to'xtamay takrorlaydi va ayolni haqoratlaydi. Agar biz hadisni chin deb qarasak, undaqda Abu Muslimning ta'birini qabul qilish texmo muvofiq. Ya'ni ayollar tabiatidan nozik, muloyim va hissiyotchan keladi. Uning bu tarafiga diqqat qilish kerak. Erlar uning bu alaylikdan nazar tutib, ularga qo'pol va qattiq muomala qilmasligi kerak. Ayollarni xorlash, hurmatlamaslik va dafsana qilishning tegi tahdida uning yoritilishi haqida to'qib chiqarilgan bu asossiz afsona va bema'ni qarash yotadi. Qur'onda mavjud bo'lmagan bu asossiz rivoyat Niso surasining 1-oyatida aniq rad qilingan. Bu oyatda bir jonliq nafs hukmi o'rin olgan, ya'ni nafsin vahida hukmi o'rin olgan. Ma'lum bo'lganidek, tunji insonning yoritilishida o'z ichidan parchalanib ko'payish bosqichi bor. Hazreti Adam bilan Hazreti Havo ayrim-ayrim javhardan yaratilgan. Oyatdagi nafs hukmi javhar ma'nosini bildirdi. Vahid hukmi bo'lsa bir ma'nosini bildirdi. Nafsin vahida bo'lsa bir javhar deganlik bo'ladi. Oyatdagi bir nafs hukmini ba'zi olimlar Hazreti Adam deb tushuntirgan bo'lsa-mu, ammo buning hech qanday dalili yo'q. Amaliyotda bir nafs hukmidagi nafs so'zi arabchada kishi so'z turiga kirilgan bo'lib, vahida iborasi kishi jins uchun ishlatiladigan sifat so'z turkumiga tava. Agar Niso surasining 1-oyatini astoydillik bilan tahlil qilsak, Hazreti Odam bilan Hazreti Havoning ayrim-ayrim holda bir javhardan yaratilganligini ko'rib olaymiz. Bu oyatga o'xshaydigan yana bir oyat A'rof surasining 189-oyati bo'lib, bu oyatda o'z ichidan bo'linib yoritilish bilan erkak kishi jinsining birlashishi orqali yoritilish tushuntirilgan. Allah sizlarni bir jon bir nafsdan yaratdi. Unsi ulpat olsin deb, ya'ni uningdan juftdan yaratdi. Ayoli bilan yaqinchilik qilgandan keyin ayoli yenikkina qursoq ko'tarib ma'lum mezgilgacha eg'ir-oyoq bo'ldi. Homildorligi eg'irlashganda ular Rabbi Allohga: "Agar bizga bijirim farzand ato qilsang, ne'matingga jazman shukr qilg'uchilardan bo'lamiz", deb duo qildi. Qur'on Karimga asoslanganda ayol o'xshash javhardan yaratilgan bo'lib, inson bo'lish sifati bilan ularning o'rtasida hech qanday farq yo'q. Ya'ni ular Allohning nazarida o'xshash qimmatga ega. Din nomida noto'g'ri fatvolarni berib, ayollarni xor past ko'rish, Allohni, u avatgan Qur'onni va butkul insoniyatni ranjitadi. Dilini yori qiladi va g'azablantiradi. Ikkinchi, ayolning erni jannatdan chiqarayotganlik safsatisi. İnsaniyat tarixida ayollarning xo'rinishidagi yana bir sabab ayolning, ya'ni Havoning Hazreti Odamning cheklangan daraxtning mevasini yeyishi, shundaqla uning jannatdan qo'g'lab chiqarilishiga sabab bo'lishi. Aytilgan hikoyaga qaraganda, shayton oldi bilan Havoni oldin xaltaga tushirib, uningga cheklangan daraxtning mevasini yegizgan. Ondan keyin Hazreti Havo Hazreti Odamning cheklangan mevalarni yeyishiga turtki bo'lgan. Shunga tildan tilga, kulturdan kulturga eqib yurgan. Ayol zoti shayton bilan o'ttirsidagi maxluq degan bu safsata musulmonlarning ayollarga bo'lgan ko'z qarashig'imi ta'sir ko'rsatgan. Bu xatolikning manbasi nima? Agar Tavratning yaratilish kitobi 3-bobining 1-dan 14-gacha bo'lgan jumlalarini tekshirsa, mazkur safsatining manbasi topiladi. Mazkur oyatlarda Havo onaning Hazrati Odamga qanday ta'sir ko'rsatganligi va odamning jannatdan qanday qo'g'landi qilinganligi tasvirlangan. Shayton Havodan so'rdi: "Alloh haqiqatan sizlarni jannatdagi har qanday daraxtning mevasini yeyishdan chekildimi?" Shayton, ya'ni yilonga javob berib mundaq dedi: "Biz jannatdagi barliq daraxtlarning mevasini yeyalaymiz, ammo biz jannatning o'ttirsidagi u daraxtning mevasini yeyolmaymiz. Chunki Alloh agar u daraxtdan yesanglar yoki uning qo'li uzasanglar, darhol o'lisizlar", dedi, deb javob berdi. Shayton Havoga: "Agar u daraxtdan yesanglar, ko'zinglar ichilib, sizlarning yaxshi yomonni bildigan muqaddas jonliqlarga o'xshash bo'lib qoldiganliklaringizni Alloh biladi.
Ayol daraxtning mevasining yeyishga arziydiganligini his qilib, uningdan ilib yedi. U yana erigimi berdi. Umi yedi. Andin ularning ko'zlari ichildi. Ular jannatga ketayotganda Allohning ovozini angladi. Allah odamdan nimishqa u daraxtni yeganligini so'raydi. U: "Sen menga hamroh qilgan ayol u daraxtdan ilib menga berdi. Men uni yedim" dedi. Andin Allah ayoldan so'radi: "Sen nim qilding?" Ayol o'zining shayton tarafidan aldanganligini aytganda, Allah shaytondan savol so'rashga boshladi. Biz Tevratning yaratilish kitobining 3-bobidan olgan bu hikoyaning to'g'riligini Tevrat nomidan mulohiza qilmaymiz. Ammo bizning qilmoqchi bo'lganimiz bu hodisning Qur'onda bor yo'qligini aniqlash va ayollarga bo'lgan bu pozitsiyaning manbasining Qur'on emasligini isbotlashdan iborat. Chunki musulmonlar orasidagi o'rtaq tunishga asoslanganda ayol zoti erning jannatdan qo'g'landi qilinishiga sabab bo'lganligi uchun yerim shaytondir. Amaliyotda bu xato hukm ayollar qilingan tuhmatdan boshqa narsa emas. Halbuki A'rof surasining 20-oyatida ulug' Alloh shayton ular Odam ota va Havo onaga vasvas qildi deydi. Uning asosan shaytonning Odam ota bilan Havo onaga o'xshash vaqtda ta'sir ko'rsatganligi ma'lum bo'ladi. Shayton oldi bilan Havo onaga, andin Havo ona Odam otaga vasvas qilmagan. Aksicha har ikkisiga birla vaqtda vasvas qilgan. Taha surasining 120-oyatida faqat Odam alayhissalomningla shaytonning vasvasiga uchirganligi bayon qilingan. Bu oyat mundaq: Oqibat shayton uni vasvas qilib: "Ey Odam, sana men abadiylik darxini va zavol topmas podshohligini ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Bu oyatda Havo ona tilga ilinmagan. Aksicha shaytonning odamga bevosita vasvas qilganligi ko'rsatib berilgan bo'lib, shaytonning Havo onaga, Havo onaning bo'lsa Hazrati Odamga vasvas qilganligi to'g'risida hech qanday oyat yo'q. Demak, yuqorqi afsona amaliyotda ayollarni xorlash uchun to'qib chiqarilgan tuhmatdan boshqa narsa emas. Qur'onning bu masalalarni aniq tushundirishi ayollar ustida paydo bo'lgan qora bulutlarning tarqilishiga, ularning loyiqida qadr-qimmatga erishishiga va haq huquqining qo'g'dilishiga kafolat qiladi. Qur'on ayollarning haq huquqini qo'g'diganligi sababidan sharqda feminizm, ya'ni ayollar barobarligi nazariyasi borliqqa kelmagan. Yig'inchoqlaganda biz mundaq deyalaymiz: ayol zotining erning qo'vrg'isidan yaratilganligi va uning er kishining jannatdan qo'g'lab chiqarilishiga sababchi bo'lganligi haqidagi qarash butunlay xato. Bu tuhmatlar Qur'onga va ayollarga azor berib, ularning o'g'alchilikqa uchirishini keltirib chiqargan. Aziz kitob anglag'uvchi do'stlar, 6-qismni o'qishimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qitimni o'qishimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Allah seni ey ayol hem yarattı er bilen, gülge toldu bu alem hem tökülgen ter bilen. Allah seni ey ayol hem yarattı er bilen, gülge toldu bu alem hem tökülgen yolda üzüm
olsun muradım